Assalamu alaykum tordaşlar, yaxşımsızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün azıraq ortaqlaşaylı. Yahudilarınki dövlət qurğanlığını həmmimizə ayan. Muşu dövlət qurğan misallarının içində cıq materiallarını görüb baxsaq, müstəqillıq, dövlət quruş desə, şunda jundu çaçıdığan, rəsva, aştaq yetim qaldırdığan rəsva gəplər bilan to'ldirib o'tgan misollar behjiqga. Bularning ichida Yahudilarnikini bir misolga olay. Yahudilarning davlat otisi Teodor Herz degan kishi bilan mush Yahudilarning ichidan chiqqan bir psixologiya olimi, psixologiya fanlari bo'yicha shu eng peshvosi deb qaralgan Sigmund Freud degan kishini tilga elib turib cıq bir materiallar var ki, şununda eğer bu psixik məsləhətçisi deyil, psixologiya alimi eğer Teodor efendim bilan görüşüp qalğan bolsa, bunu sarang deb tillağan, bunu xiyali, tuş görüp atıdı, quruq şuar deb tillab şunda yetim qaldırdı ekandiq. Eğer ikisi uçuruşup qalğan bolsa, bunun saranglığı saqayıp ketken bolsa, ayni vaqtda sarang degeni boyunca saqayıp ketken bolsa, biz dövlətsiz yürətdik, vətənsiz yürətdik deb şunda tilladı dastan boldu ekan. Muşu bizninkigi munda qarab baxsam, mustaqillik degandiki quruq çöş, quruq şuar. Oy, nimanga mustaqil bo'lsa, nimanga nim qilsa deydi ekan. O'ylab baxsanglar, muşu hozirgi urush, hozirgi ikki davlat o'tirsa, ismini atmay, ikki davlat o'tirsidagi urushni voy mazlumlar deb turib shunda tilga olib turib so'zlab ketganlar qarab, voy Uyg'urlardimi battar mazlum xalq yo'qdi. Qo'lida qurol bor bir millatga shunchalar bo'lamay degan hayajon bilan shunda yezayotganlar, dostonlar, bayroqni ko'tarib degan bo'lamay ketganlar qarab, tova deymi, erki qirg'inchilik uchrayotgan bir millat o'zining millati uchun qayg'urmay, oshningmi ulgurayotganiga hayron qolma. Anandan keyin yana bir narsaga kirib boqayli. Ma yaqindan beri mushu toplarda, bu yerlarda NASA'nın işigidan o'tib ketganlarmi, olim, NASA'nın nemisidan manda bir qarab qo'yib rasm tushganlarmi, shu NASA'da ishlaydi deb o'ylab qolmanglar qarindoshlarim. Endi shu odam chiqib din to'g'riliq so'zlabdi deb degan uzun yozmalar, uzun dastonlar yig'ib ketibdi. Endi bir o'ylab yiqinglar, bu odam yana bir odam bilan Juhaylunga katib bo'lgan odam bilan anaki yana bir xonim bor Gollandiyada. Mushular davomliq din to'g'riliq har xil jidallarni chiqarib baxtimi? Azaldan bor. Voye, heliqi bir dangdar topning ichida degan eldan chiqib ketadi. Shu ba'zilarniki din to'g'riliq, bu to'g'riliq yozmalari bo'lsin, shu payg'ambar to'g'risidami so'zlab ketadi. Yangi payg'ambar chiqishi mumkin degan gaplarga tova deb qolaman, Xudoyim. Eng oxirgi payg'ambarimizning kimligini bilamiz-ku, ha? Mush diniy hissiyatimiz bilan o'ynashadigan har xil narsalar chiqib baxti. Men bir misolga baqay, ha? Hadis to'g'riliq chiqdi-ku, jidal. Voy hadis inkarchiligi dedi, voy yey vat so'zlayotgan zuvandarlar ha bo'lib ketgan. Oyat to'g'riliqmi? Ha? Kiyim kechak, soqol burut, choch soqolg'u boyoq qilib qolib, ha? Kiyim kechak, xotinlarning chechidan tutib beshig'icha har xil bo'lib baxti. Din qalbimizdagi, ha? Özümüzün e'tiqodimizni hammamiz bilamiz, islom diniga e'tiqod qilamiz. Qalbimizda turadigan bo'lsa-mu, ba'zilarimiz mayli yog'liq cheksin, mayli nima qilsin o'zining ishi. E'tiqodga olaydi bo'lib ketsa-mu, umi o'zining ishi. Bizga hech qanday ziyn tegmaydi deb turib bilish kerakdi. Anadikin bizning din to'g'riliq dars beradigan salohiyatimiz yo'q, chunki men nimada o'qib baxmadim-da, Misrda o'qimadim. Dep manda deng sapaqımız özümüzde. Lekin mushundaq planlıq jidal her zaman var. Tünögün bugün çıkıp qalğını yo'q. Azaldan var. Bu kişi
Her xil temalarni tashlab bera oladi. Hamda o'zi hamda ko'p qirliq ondaq odamda bu alayda. Buningdagi mush nimada o'qigan, Misrda o'qiganlarga dars berish mumkin. Buni o'ylashib qo'yinglar. Anadagi bayroq ko'tarmaslik deganga mi chiqqandi. Mustaqillik desak, davlatlar qo'q ketidi, boshqa millatlar qo'q ketidi deb chiqqandi. Onlarga Yahudilarga selishtirgan chaqda bizningki qirg'inchiligimiz yetarli emas degan falsafa, safsatlarni o'tirib tashlagandi. Onundan keyinchi her xil vatandan kelgan uchurlar, mening yaqinlarim, tanishlarim evattirib, vatandan hech nima chiqmayotgani hammamizga ayon turib, vatandan bu odamga maxfiy uchur ta'minlaydigan odamlar bor. O to'g'riliq jiq so'zlab bo'ldik, lekin yangilangan bir jidaldakli degan voy to'shib ketibdi tor dunyosi. Aslida bunda kunlarda sizlar o'ylab yiqinglar, ikki davlat o'tirsidagi g'ij-g'ijning tufaylidan butun dunyoninki nazari Xitoyga markazlashgan vaqtda siz bilan biz nima ish qilishimiz kerak deb. Oyoqdan manqini iqtib o'tirib, oyoqdan dutta chaldigan, oyoqdan manqini iqtib turib Xitoy oshxonasini oldida rasm tushirgan bularni endi sizlar o'ylab yiqinglar, bular shu ularniki. Lekin siz bilan bizning dardimiz nimati? Vatan, qarindoshlarimiz. Agarda siz o'zingizni beshida xalqni o'zgarmadan emas, sen o'zing o'zgardingmi degan gap bor. Agar o'zimiz o'zgarsak, hammamiz o'zimizdan boshlasak, oy amanda qilmadi, amanda demedi, sen nimishki demaysan, sen nimish qo'pmaysan degan narsani deb baqsangiz bo'ladi. O'zingizdan qarshi maydondagi odamlar vaqtidan hech nima kutish mumkin emas. O'ylab yiqing. Har xil ishlar bo'lib baqdi. Mush yaqindami 8-martlik voy yangi bir shuar chiqibdi. Zumrat xonim bir qarab baqdingizmi deydi. Nima desam bir sezib beribdi. Vatandagi xotin qizlar uchun erlar dasturayli debdi deydi. Ey, vatandagi erkiy qirg'inchilik ash zimining uchun tik tursang, ash xotin qizlaring qutulib qoldi emasmi? Hele xotin qizlar voy bosqinchilik uchrab yetibdi. Lagerning ichida bunda olib yuzimizni qanday ko'tarmaymiz, yuzimizni qanday qilmaymiz debdi. Voylik o'lmalar birligidan tortibdi. Bo'lib ketgan odam yuzinglarni ko'tarib yuriverdinglar, bu ishim bo'ldi-ku. Am to'satdilla bu shuarlar o'zgarib g'alita bir xil bo'ron chiqdi. Ajoyib g'alita. O'ylab yiqinglar. Ba'zan temalarga, siyosiy temalarga hele qorimlar aralashir ekan. Anadagi diniy temalarga hele olim, hele go'mpay yigit u aralashir ekan. Shuning uchun bular degan qo'sh o'ynaydi-da, oyoqdan shamol chiqirdi, oyoqdan usul o'ynaydi. Har xil bu davomli bor ish, o'zgargini yo'q, faqatla o'zgarmaydi ekan. Undaki siz o'zingiz o'zgaring. Lekin u jidallarga munda debdi, anda debdi. Hozir u munda debdi, anda debdi o'tib ketdi. Dunyo vaziyati qanday o'zgarishlar bo'lyapti, qarab turibsizlar. O'ylab yiqinglar. Har xil ishlar bo'lyapti. Uningga to'g'riroq bir maydonda turib, o'zimizning holini bir tatib olaylik, dardimizni tatib olaylik, xalqni qo'llaymiz deb miyib turib chiqib olmay. Chopan almashtirish shunda tezga. O şeytan qaysi chopanni kesim yanılı şu şeytan. Mesela bazen şeytanlar çıkıp voy mustaqillikni endi munda qilgan bo'ldik, munda qilamiz desmi ishonmayman. Aslida shu tursa faqat ehtiyoj bo'lib qolganlik uchun pul tepishning yoki uyg'urni kontrol qilishning ehtiyojiga to'g'ri kelgan chog'da tezdan chopan almashtirish mumkin. Uni hech nima degaolmaydi. Anandikin bir narsa ustida bir to'xtalay deb o'yladim. Birsi, men 2019 yilgi surgun hukumatninki yangilandigan bir chaqirg'i bo'lgan chaqda jiqlar meni, "Voy, tashkilotning bir uchini tutsangiz bo'lmamdi? Voy, tashkilotning birisining beshini tutsangiz bo'lmamdi? Tashkilotga qatnashsangiz bo'lmamdi?" deb ketgan turmush tova deb qolgandim. Mening sal jidilim chiqaraq odam. Men rost gap qilmasam bo'lmaydi. Jidalga qilgan chaqda hech kim mening yenimda tura olmaydi. Eng yaxshisi teshib turganim yaxshi deb turib javob bergan. Men ma'lum bir zuvondarg'imi shunda degandim. Anadiki men surgun hukumatdagi Abdulla Hatnur Qarajimg'imi degandim. Men endi to'g'ri ish bo'lsa qo'llayman, hojim. Xato ish bo'lsa davrdigan odam
Shuning uchun tashkilot u bulag'im kirmayman desam, bu to'g'ri tushunmas degan tash vaqtida. Hem degan chaqda o'ylab qoldim. Agarda shu vaqtda berib Amerikaga, shu meni voy bo'sh tashkilotning beshini tutmamsiz-da, bunda qilmamsiz deganlar bilan oshad o'tdagan bo'lsam, Solihning udulg'i chiqib o'tdagan bo'lsam oshada, voy. Qanday bir dunyoviy kulkiga aylandim deb o'ylayman-da. Men to'g'ri qilgan ishni qo'llayman. Har qanday mustaqillikni nishon qilgan tashkilot agar xato ish qilsa, deb turib deyman. To'g'ri ish qilsa qo'llayman. Solihni beshidan tortib qo'llab keldim. Surgun hukumatning to'g'ri qilayotgan ishi bo'lgan ekan, lambaklab qo'yma. O'g'lam efendimninki har qanday bir leksiyalari bo'lsin, chaqiriqlar bo'lsa, to'g'ri o'zim qabul qilgan, mo'sha ajab yaxshi bo'pti desa, qo'llayman. To'g'ri davatqanlarni qabul qilma. Onun hech qanday bir tashkilot bilan ishim yo'q, lekin nishon to'g'ri bo'lishi kerak. Agarda Solih mayli kim bo'lishining qat'iy nazar, men mustaqilchi deb yurganlar to'satdilar, tonni boshqa yangi padini almashtirib, boshqa qilib sakrasa, vaqtida ig'ir haqoratlashim mumkin. U 100%. Men Bilal Ibrohimga degan, agar nishoning to'g'ri bo'lsa, har qanday deb turib o'shaga Amerikaga borgan vaqtimda hammasiga degandim. Nishon to'g'ri bo'lsalar, men cho'qim qo'llaymadim. Chunki u da'vogarlarniki ko'rdik-ku, hech kim mustaqillikda qo'q ketmaydi-ku, zaminini qo'qdis qo'q ketmaydi-ku. Qurolsiz millat biz. Quroli bor, dinga bek bo'lamay sakrab ketayotganlar, to'va deb qolaman. Ahli mayron qoladi. Anadikin og'zimga keldi deb turib jo'ylayvermaysan. O'ngda tur gap qilsa anglayvermaydi bir odam. Oldirash bo'lib qoldim, ba'zan temalarga kirmadim. U o'ngtatib bir odamning keynidan o'tatab, potatab dissanglar, sarang bilan tang olmayman deyman. Deb boshladaydi chiq odamlar, voy po'qich olmassiz, yuzingizga chechiraydi. Dadangni o'tdaganga onangni verman, hammasini qarshisini qilaman. Bilib ol, po'qich chalma otma. Otqichiligim bor. Juvasam bo'ladi chechirsa, lekin qon po'qni o'zangimni qo'shib surkab qo'ya oladigan nimam bor. Yo'limnimi bilaman. Har qandig'ini sarang ba'zan bir sarang deb turib, men qonun yo'li bilan har qanday odam bilan deyishib qila oladigan qudurtim bor. Anadiki yog'och uyda o'tiramdim, yana birmidim deb bir nimalarni yezib ketibdi. Voy, u bir sarang dedim men. Sarang odamninki gapi bilan menga unda darslarimni ivatmang desam, birisi ivatibdi. Mushu Norvegiyadan biraylarninki ovozga, voy mushu bojidarsida bunda bojninki har qanday narsani chiqag'ili bo'ladi, bunda qiladi. Mening boj topshirishim sana ne? Anadiki sen agarda o'zingni huquqingdan, o'zingning doirangdan otlab turib bir odamning uchurini tekshirsang, shu yerda izi qoladi. Xuddi mening qizimninkigimi, qizimning maktabdagi uchurlarigami, mushunda bir tekshirgan biraylarniki, mushu Norvegiyadagi bir tashkilotniki, birsiniki xotinninki shunday narsa chiqib qopti ekan. To'qda qarasak, ashida palonchi kirib tekshirdi deb turib. Senin g'eming men bilan bo'lganlar, mening g'emim sen bilan emas, mening g'emim vatan bilan. Agarda men bugun sal universal so'zlab qo'yma, keyin poch-pocha har birisiga ayrim kirma bu temalarga. Anandan keyin heliqi nima To'liq Hamidning kelgan chaqda men dedim, o'sha Bilalni izlab berib, Bilal Ibrohimning yeniga berib, To'liq Hamidni izliginiga qarab, hozir qadar kallamdan o'tmaydi-da, bekchiq odamlar aytadi. Nimish bu odam, bu Bilal Ibrohim bilan To'liq Hamidning qanday tuqqandochilik munosabati bormi deb. Men so'rab baqan To'liqdan. Bilal Ibrohim sizning akangizmi yoki nevrimi yoki qanday tuqqandochiliginglar borsam, "Voy, yo'q, biz to'rda tunishdik, akag'ini bo'lib o'timiz, mundaq deb dedim. Undaqda bu xenim nimishga borgandi deb o'ylab qoldim. Yo'q, qo'lidan ketganmidi deymanda. Endi mana Shvetsiyaga kelibdi degan bir mundaq chiqdi.
Chiqqandan To'g'liq Hamidni izladimiki desam, To'g'liq Hamidni izlamabdi. Voy, To'g'liq Hamidninki Shvetsiyada ekanligini biraz demaganmidi? Ya boshlab olmaganmidi deb o'ylab qoldim. Shu yoki o'yin chiqaryapamdi deb o'ylab qoldim. Shu To'g'liq Hamidni sizni sotqa berdigan degan gap chiqibdi. Rost shundaq eqib yuribdi, sizni beribdi. Voy bas mayli bo'da. Hech kim ishigimni chekmadi dedi. Ha, dedim. Ondan o xenim diplomatga aslida Turkiyaga verib diplomatligini qilib etibdi. Şunun voyi bək çoğ bir şəxsgən toq əslində imzasını avasınız oldu ekan. To'g'liq Hamid deb qo'ydim. Ulgəməy qapdı. Hech kim izləməyəndikin barmaydı da. Bir adamda işi olsa izləydi. İşini çəkidi. Hergiz chiqibla qirg'oq o'tib olib turib ter taraqshib o'ynamaydi. Seni mana qilmaysiz, ana qilmaysiz deb. Ovozlaringiz kelayotgan haqlar orqali nima degan satchilik hayron qolaman. Anandikin yana bir narsani bir dey. Xudoning haqqida ila po atmanglarchus. Voy men FBI'da ishlayman, voy CIA'da ishlayman, voy bosh idorasida ishlayman, voy shu ko'chmanlar idorasida ishlayman. Voy sen nerede işlesen mana ya? O senin kasbın, xizmetin. Lekin sen o yerde işlemeydikensen. CIA'da işleyen, FBI'da işleyenlerini hukuk baktık. Avazını kesip yakıp ivetip egeller ba. Ben bir tegişlik yeri berdiğen yeri berivettim. Mavi bana tehdit saldı. Ben FBI'da işleymen de. Ben Norvegiya tursam nemişki bu FBI bilen neme işim var? Şvetsiyadaki bu To'g'liqning FBI bilen neme işi vardı? Dep durup berdiğen yeri berivettik. Şu aylık bir adam şengidek bunda bir gaplarni qilinglar. Ela mazlışıp, lavzışıp keynidinen ki bunda emas onda de palanchi ocham degan de palanchi okam degan de bunda depti men anda depti men. Anandikin o taz çekvasmaydigan bir hikoya. Agar ahlimiz bo'lsa, qo'rqoq salaman demay, ishi nima dading var men bilan? To'g'liq Hamid bilan nima dading var? Chiqa. Nima dading var? Ochaqnikini ko'taramsa, okaqni ko'taramsa bizga ne ya? Biz ko'tamaymiz. Odam o'zini odam ko'tarib ketayotganda xalqning bir nimasini ko'taramiz deb nerede yurimiz? Vatan dediğin kırılıvatıdı, öldürülüvatıdı. He? Qeyrindaşların yok mu seninki? Seninkinin ki tartışkıdaki yerin olmasa bizden bada. Biz özümüzün işini kılmış. Sen ne mi giysilse bizge? Bütün adamını tıllap boğan bir insan sen. Gep ilgisini tapudu. On ağaçan çıkıp astığından yelpip esimi kara. Tillamagan kimin qamidi? Men seni kalıp okudu ısırık sap yenimga geldim ma özün e'lon chiqirib izleding. Anandaki o'ng ta'tir narsalarni yezib degan to'shtirib ketibsa. No'chvasan yumusangmabdi chiqargan narslaringni. Qo'rqib qechib ketdi, yo'qolib ketdi. Mening nima ish qilyotganimni sen nereden bilasa? Ha? Xalqning saqiliga, xalqning ishtiniga kuzatkichilik qilmay, u yerda bu yerda shahvat, yana birma, zina deb turib. Doim aql bersin ba'zi odamlarga qallading ketganligingni bildi. Lekin u FBI'da palonchi va pokunchi va voy surtmayman unda po'laringga. Men to'liqmi deb qo'ydim. To'g'liq Hamid qonun bilan aytishing dedim. Qonun bilan. Kirdigan yerga o'z kirayotgan bo'lgan To'g'liq Hamidnimi bir sarang va bir duttachi. Men söyledik sana jinchaplashdimmi? Sening tuqqanlar, sening ochilaringdimi cho'ng yoshda men To'g'liq Hamidni ommamsa deb yezib ketibsa, og'zimni shunda qo'yib etatdim ili daryosi. Şunda koyup ettim. Her, he? Uyungdan qoğlap çıkırıp etken
Yana yoz, özəngi qilasa. Hozir mushinchilikda so'zlab qo'yma bugun. Anadagi jiq narsalarga nisbatan men noch so'g'aqqanlik bilan muomala qilyapman. Jiqlar evatibsizlar. Hammasi bor ish. Uni hayron qolmay, o'zingizning yo'lini to'g'ri izlasangiz bo'ladi. O bir narsalarni degan yezib ketgan muavin sizga qaratib o'qib evatayotganlarga rahmat hamda. Ba'zilari mening sakrishimni xohlab turib evatayotganlar bor. Ba'zilari uchurni yig'ib qo'ying deb turib evatayotganlar bor. Bayli qanday yo'lda evatayotgan bo'lsangiz, agar siz rost bir Uyg'ur bo'lsangiz, bunda qo'yib beqing yurkingizga qo'lingizni. Vatanning ovoz anglayottamdi, anglanmayottamdi. Xalqlar o'zining zaminini qo'g'dash uchun nima ishlarni qiladi ekan, uningga qarab beqing. Özümüzün derdinden işingan bolsak, anadaki başkalarınki sekirsak buladı. Aşı Endonezya türmüsü de, vay avu Tayland türmüsü de, Malaysiya türmüsü de, Vietnam türmüsü de, vay cık yetipti Uygur degen. Kılımersen işin cık aşağıda. Kaysını kılaldan o sırtkinden kutkuzamağa adam işçilikini kutkuzalamdı. Kıvatkan işi avu. Şunun üçün bək naynayğım oy axı ketdik iş qadaq olmaydı iş qadaq bəzi körüb bolğan biz icik adamlarni. Anadikin yana bir narsaga qeyrindaşlarım. Bir neçənglar ayrım yezibsizlar, vay zakat to'g'riliq gapib qo'yamsiz. Men zakat to'g'riliq gapirmayman. Chunki biz Abduveli Yasinga qarayapmiz. Oyma-oy navbat bilan qarayapmiz. Şunun için bizim zakatlarımız şu yakı buludu. Sizler bazılarınlar bağı işleydiğin vaxtınlar mı kep kaldı? Türkiye'deki emmi teşkilatlar şu oylap beqin nələrdən yığıb gələn nərsəni yavatsızlar, işlisanlar bulmamdı. Dep qalma bir adam mehnatsiz ögünüp qalsa muşunda qılıbdı. Yana şu davamlıq muşda qılıb ötüb gididi. Ballarımız sal bir mehnat bilan beqinlar. Vatandakilarninki haliga qarab beqin qarang. Xalqlar nim quvvatıdı biz üçün ovozi kulüşdimi numus qilimiz ey. Jiqlar deydi sizlar muomalat shu deb deymiz. Ayrım halda sözleşidiganlarning işirimi jiqlarning keyliqi Instagramda usul oynayotgan maslarning millatdimi deydi. Dedim. O'ylab beqing bir ayadan erkiy qirg'inchilik deb Xitoyninki tomg'isini besib bersa Amerikadan siz o'ltirib bu yerda darang qilsangiz qanda bo'la? Yüzünüz tökülmemda? Faaliyetleriniz keyni-keyninden bo'lishidagi sabab nima? Birisi o'chingiz o'tag'izmaydi, yana birisi bu faoliyatni qilsangiz o'zingiz shu yillik xulosalarga shuni yozish kerak-da. Jim o'ltag'anga bermaydi. Shu enedidan pul olgandikin, bu bo'lgandikin shu shunday qilgan gap. Lekin biz nima tang poq yeyishga chillamasligimiz kerak deb turib, desanglar bo'ladi. Eliq ustalga ko'nib qolgan eliqi cho'shqilar uning sirtida agar da o'zingizning azroq g'ururungiz o'ltag'izmisa rad qilishni o'rganing. Hamma narsa oldim keldi deb yeyverma deydi-ku. Bekor verdi deb yeyvermay, oldim keldim deb yeyvermanglar. Qusudigan ish. Agarda kimning ishti bo'lsangiz, nima uchun ish qilyapsiz? Chunki olgan yeringiz bor, ilinib qolgan yeringiz bor, tasmangiz kishining qo'lida. Uyda bekor o'ltirib kelmaydi pul. Bekaga, meyli xotini baxson o bo'lsin, jiq narsalarni uqmaymiz emas. Faqat kalla chashmaymiz. Sen bilan men undaq paslarcha urushmayman. Paslarcha tirkishmayman. Aldingmi? Angla gapimni. Sen marab anglaysan baribir. Xotiningdiki anglamsa, yana birmidiki anglamsa, marab anglamsa, qulqingdan tutib angla. Men sen bilan sendek paslarcha undaq gap tepib, buhtan chaplab, ağaçağında yıqqan barmı, amma ağaçağında yıqqan nəslərini bilmaydigan, yalğan nəslərini apırıbdan bana junda çaşqınanı senin
ne çoğun adamlarga aşında çaşkan yerlerin var. Jüvəsənli yoxub getməydi. Mən onda sana oxşaş rəsvalarca çıqılmayman bir adamga. Lekin cavabını çoxum bersən bana. Sen o Murat Ataman, Pataman, vay aqdi, kökdi, moşula degan mondaqdi, andaqdi. Vay sana əmdi senin akan olub qapdı. Əmdi senin acan olub qapdı. Səbəbsiz emas qo, ha? Səbəbsiz emas. Lekin bir günlərdə Allah senin balayını verdi. Aşının hesabını hər birisi bersə. Mən heç kimi yamanlıq qılmayman. Sana mı yamanlıq qılmağam mən? Anladınmı? Allah balayını versin. Mən xeylicik adamlarının içidimi. Bəzən bir adamlar var, düşmən bolsan mı, qorurluğaraq düşmən bol. Ey, udulumga çıxsan mı, qorurun bilan çıx. Bugün kusurunu kiyip, ətlik iştirini kiyip, ögüns yeni bir niməni kiyip çıxmay. Sağ betimci çıxar aldımğa, sağ salamet betimci. Bəzən düşmənlər var, başdan ayaq şu yolda mağdı, ularla işim yok. Aşıqqa, o yolumuz ayrımqa deb bilmə. Bəzilər var, tün maya inkasiz bir qılıb, bunu qıb, onu soqaşdırıb, bunu soqaşdırıb, bu yerdən jığıb, çoyluğu numus deyəni biz sana balağına baqa, bəzən ceylaçı, şeyla, ekran içib, onda buzuqçılıq qılışmay, rəsva, meynətlə. Yetküz qoy. Bir marab anlaysa, her bir qatım anlığa vaxtımda muşunda qarab turuptu deb oyla. Qeyrindaşlarım, uyqumuz acaylı. Azraq olsun acaylı, hey. Oy, qopmamsa onundan, cevabını vermemse, sen kim o, hey, sen kim o? Bir adamda soraş huquqi, təşkilatdan xalq soraş huquqi var. Vay, ne prezidentlarımız için ayaklarını atqanlar var, palaq tuxumlarını atqanlar var. Huquqimiz var, sen Uygur'un pulunu yavatqan diken, Uygur'unu setip yavatqan boğan diken. Şu Uygurlarına şimdi biz var. Şunun için sen soraş huquqimiz var, cevap vermesen tıllaymayız. Ben Rabi'ni tılladım, kadar gipin var mı, appanını tılladım mı dedim. Rabi cevap veriş gerek. Senin anan olsa bana ne ya? Ölüp kestim beni anam bat edip oturma doğru oygu dua kılıp. Bir kadim ki anam dadam dep oturduğun adetim yok. Ballarım gümüçü dadan ba ya da ölüp ketmesila. Ölüp kestim dua kılsa. Tunmaydan adamını ekirtli man dada dep kımayman dep durup tegmedim. Ammaydığa hemmedim özgü layık çıkıdı qara. Tegimedi sizce? Lekin tegmedim. Udul kelgende man dadangti deydigan onda xuyum yok. Onun karvatida bunun karvatida ömlep yürüydigan onda xotilladım bolmagan ekan. Qısıp oturduğuna hayran qalarlıq olub qaptı. Bira çıqıdı emasmı hazır Uyğur millətinin içindən şundaqmı? Çetəldə. Qısıp oldurduğanlar. Ədinəgi çıxmaydıqanlar. Qeyrindaşlarım, səl universal sözlüdüm bugün. Söz igisini tapıdı. Şunun için bütün dünyadaki her xil uyullarga hayran qalmanglar. Ba işler 2018 yıldan başlap ya din temiz çıkıdı. Bu perde almış durdu. Ya Suriye temiz çıkıdı. Ya bir yerde tutulup qalğanlarning çıkıdı. Ya yana bir çıkıdı. Muşula. Başka iş yok. Vatan deganlar temi çıkmaydı. Mustaqillik degan temili çıkmaydı. Onun da başka hemmesi çıkıdı. Vay. Her dağlar toppa, bu yerdeki serxillik. Vay. Hey, bir oylap baksanlar, bir top, WhatsApp topu. Nang içinde, vay, aşı kurultaydan tatıp içildiğen tursa, heyran kalarlık bir neslen ivetip koysa, külüktim hemen. Ben onu bütünley anlamayım. İvetip, talap ivetip koyganlarını ki, ötküsüp anlap koyma. Külüktimiz ey. Sepdaşlar dostlar aralıcı külüktimiz. Dep tova. Zına kamaptı. Aşının ama pəti var piç pədinla. Ey numussuz resvala. Ey Xudaya toğurum. Allah balayını versin. Ağzına maymaq gide. Əmin əsən maymaq hop. Qeyrindaşlarım.
Endi yana ko'rishib turmiz. Biroz oldirash bo'lib qolganligim uchun chiqib bo'lmadim. Yana ko'rishib qolamiz. Ayrim kirdigan temalar bor, qarindoshlarim. Uyqumizni ochayli, hayron qolmayli. O chet elga chiqib qo'y, hech aslida bir nimaga hayron qolmaydi. Hozir men necha yil jarayonda-chi, hech nimaga hayron qolmayman. Bunda ish bo'lsa kuldigan bo'lib qoldik. Anadaki onun Facebook'a, bunun Facebook'a da deyishib ketimiz ba'zida. Seni men deydi men. deb kulib ketimiz ay. Sening 100lab 200lab Facebook'un olgan bilan bizning birli Facebook'imiz bor. Hammamiz o'zimizga ega bo'lib yashayapmiz. Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli. Yana ko'rishib qolamiz. Bikadan bikaga ilaqay. Azalda bor temalarga kirib o'zinglarni avar qilmanglar. Mümkün bo'lsa, dua olsun qilib qo'yinglar o'zinglarning vatandagi qarindoshlarga. Kuchinglar yetmasa. Kuchinglar yetsa, temalarni chiqarib qo'yinglar. Voy biz sizning kayningizni bor yoki munda deb qo'yishingiz sizningmi kayningizni biz turayli? Sizmi midrab qo'ying. Allah sizga eg'izni bergandikin, aqlni bergandikin, agar majruhli bo'lmasangiz, azroq olsun bir ish qilib qo'ysangiz, menach savobi bo'lar, yordami bo'lar vatandagilarga. Rahmat sizlarga qarindoshlar.